Ko'pchilik orzu etadigan oshxonalardan birini bugun mebelini taxlab berganmiz. Aynan siz ham ina shu shunday top-toza xonadonda top-toza mebellarni o'ttirib o'tirish nasib etsin. Bu oshxona mebelimiz pod zakaz premium sifat bo'ladi. Nechun deysizmi? Polni furniturasi GTV2 Polshaniki bo'ldi va albatta mexanizmlarni ham ustanovka qilib berganmiz. Mexanizmlar ham GTV2 ya'ni Polshaniki bo'ladi. Endi kombinatsiya qaranglar, DPX shuni однотонный motor bo'lib chiqqan. Pastdan qaranglar. Nechik ketami? Вообще udori bo'ladi. Eng zo'r joyi hozirda trendda bo'lib turgan bezruchkali variantda taxlab berganmiz. Bu ham mo'ykasi tushgan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin gaz plitasi, холодильник uchun отдельный joylari bor. Eng qiziqlisi qaranglar, GTV'ning o'zining shunday bokslari bor. Ya'ni tayyor shunday tortmalar bo'ladi, oynali variantda. Ichine bemalol qarshi kelgan bilan taxlislar azatib foydalanaverasizlar. Bu birinchi mexanizmimiz. Ikkinchisi GTV'dan sushalkasi bo'ladi. Bemalol sushi tatib beradi, azatib foydalanaverasizlar. Va albatta shuni yonginasida nima kerak bo'ladi? Kargosi kerak bo'ladi. Bu ham GTV2 Polshaniki bo'ladi, azatib foydalansizlar. Statistikasi ham zo'r chiqqan. Plus qaranglar, baland tatib taxlangan uchun xonani o'zini bir chiroylatib ochib bergan mebellarimizdan biri bo'ladi. Oshxonada nima kerak keyingisi desangizda, musor yashik kerak bo'ladi. Musor yashik ham GTV2 ni ikkilisi bo'ladi. Azatib foydalanaverasizlar. Ne deydi buni? Ko'rib turibsizlar. Biz ruchkali variantda ishab ochiladi. Neudobniy bo'ladi-ku. Deyishlaringiz mumkin, lekin naborat eng udobnisi shu bo'ladi. Tedi o'zini joylari qoldiriladi, ochasizlar. Qaranglar, GTVdan furnituralar ham ustanovka qilingan bo'ladi. Xullas, bir gap bilan aytgandam, siz ham ina shunday ajoyib premium sifatga ega pod zakaz oshxona mebeli kerak bo'lsa, to'g'ri Albero mebeli murojaat etaverasiz.